Salom hammaga. Mana shu videoda bizni yurtimizdan chiqqan allomalarni bizni yurtdoshlar qay darajada bilishini Savol-javob orqali tekshiramiz. qani ketdik. Soqqasi ham bor. Yo siz tayyor turing, siz bilan ham gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? 1 minutga vaqtingiz olsak bo'ladimi? Hozir bizlar savol-javob olib boryapmiz. Agar to'g'ri javob topsangiz 100 minglik bo'lasiz. Bo'ladimi? Tayyormisiz? Mana shu rasmda qaysi allomamizni ismlari bilan keltirib bera olasiz? Abrayxon beri. Kim? Abrayxon beri. Abrayxon Beruni. Yo, adashdingiz. 3 tagacha imkoniyatingiz bor. Birinchisi ketdi, yana ikkita. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Al-Xorazmiy. Yo'q, lekin ozgina alli bilan yaqinroq keldingiz desam, yo mana qarang, men bu narsalarni nimaga Amir Temurga ekan o'xshamayapti. Bo'ldi, uchtasi qo'ydi. Rahmat sizga. Lekin sovrinli bo'lishingiz mumkin edi. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bo'ladimi? Charchayapsizmi? Yaxshimisizmi? Sog'liqqa yaxshimi? YouTube uchun kontent olyaptik. Hozir savol-javob qilamiz. Agarda savolimizga javob bera olsangiz 100 ming so'mli bo'lasiz. Tayyormisiz? Yo'q, qiyin emas. Juda oson. Shu rasmda odam allomamiz kim? Agar Ayshinnoyimiz bormi? yo'q. Sizda 3 ta imkoniyatingiz bor. Bittasi ketdi, ikkita imkoniyat bor. Samarqanddanman, sizga yordam beraman. Mayli, yana bitta yordam Vodiy tomondan. Vodiy ham kattadan qayerdan bilaman? Endi xo'p, Vodiy tomondan kim bo'lishi mumkin? To'xtanglar, hozir dadajonlaring sizga pul ishlaydi. Boburmi? Yo'q, Bobur emas lekin. Yana bitta variant qoldi. Harakat qiling, bitta variant. Topolmaysiz. Mayli, rahmat. Bitta savol beramiz. Agar savolimizga javob bera olsangiz 100 ming so'm yutib olasiz. Tayyormisiz? Juda oson savol. Sizda 3 ta imkoniyat bor. 3 ta imkoniyat. 3 marta aytib ko'rishingiz mumkin. 3 ta variantingizni keltirib berishingiz mumkin. Tayyormisiz? Bu rasmimizda qaysi alomatimizni bo'laysiz? Alomat? Qaysi buyuk siymolarimiz? Qaysi ismlarini keltirib bera olasizmi? Alisher Navoiymi? Yo'q, bitta variantingiz ketdi. Bitta imkoniyatingiz ketdi, ya'ni Makanay voy. mayli, sizga yordam beramiz. Bu Samarqanddan emas. Bu Samarqanddan. Navoiydan. Navoiydan ham emas, Vodiy tomondan. Vodiy tomondan bo'lsa. Makanay voy. Vodiy tomonda o'zichi ko'p emas, 3 ta prям hamma biladigan alomatlarimiz bor. Navoiydan. Vodiydan. Alisher Navoiy. Qo'qon, Farg'ona tomonlaridan. Mayli, yana bitta yordam sizga. Yo'q. Tilimichi Chiqaring. Shoir. Yo'q. Siz o'ylaganingiz ular Andijonda. Shoir emasmi bu? Shoir emas. Sizga men yana yordam beraman. Matematik. Yo'q, Buxoroda. Yo'q. Bu Vodiydan-ku. Buning. Astronom, buyuk astronom. Birinchi astronomiya fanini dunyoga keltirgan odam mana shu odam bo'ladi. Topolmadim. Topganingizda 100 ming so'm bo'lardi. Rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Eng muhimi, hech narsadan uyalmasdan, qo'rqmasdan ishtirok etdingiz. Rahmat. Qiziqaman lekin, mana televizorlardan ko'rsatadi-ku. Bitta qiziq emas, tomosha qilib, mana ishga kirganimda ko'rolmayapman-da. Unda yoshlar oldida chiqadi, da'vo. Bir san'atkorlar ko'zini ko'rsatadi, yamasam o'zini ko'rsatadi. Qaysi? Oddiy mana ozodliklarni ko'zda tanimaydi, katta artistlarni Omra tandami, shuni o'shqasida katta san'atkorlar tanimaydi. Endi iyi bo'lganda aytaylik. 1 minutga vaqtingiz olsak bo'ladimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Savol-javob qilyapsiz aka. Shundan To'g'ri javob topsangiz 100 minglik bo'lasiz. nima desam to'g'ri bo'ladi. To'g'ri topsangiz to'g'ri bo'ladi. Yo, siz tayyor turing, siz bilan ham gaplashamiz. Qaniyapsan u kishini? Endi o'qimagan omi odamlar qiyin masalada tanish. Yo, mayli, o'ylab ko'ring. Tavakkal bilan topish mumkin-ku. Sizda 3 ta imkoniyatingiz bor. 3 marta aytishingiz mumkin. Sizga yana bitta
yordam beramiz. Bizni viloyatimizdan chiqqan odam emas. Vodiy tomondan chiqqan. O'zi aksariyati vodiydan chiqqanda o'zi. Yo'q, nimaga Samarqanddan qanchasi chiqqan? Ya endi Samarqandda ko'proq, vodiyda kamroq. ya Lekin kam bo'lsa ham shunaqangi ishlar qilganki, butun dunyo taniydi. bo'lmasa bu qizimiz to'g'ri aytgan ekanda Beruniy deb. Beruniy emas. Nimaga bo'lsa dunyoni tanitgan odam Beruniy bo'ladi. Amir Temur Qashqadaryodan chiqqan, dunyoni yarmini egallagan. U Xo'p, bo'ldi. Qashqadaryolik. Beruniymi variantingiz? Shunday deb qolamizda endi. Yo'q, birinchi variant to'g'ri Qalam emas. bilan oldi Beruniy deydimi? Mana shuncha narsani bilar ekansiz. O'ylab ko'ring. Mayli, sizga yana bitta yordam. Muhimmi? Muqomiy? Yo'q, muqomiy emas. Sizga yana bitta yordam. Matematik, astronom. Matematik astronom bo'lsa o'zimiz. Lekin vodiydan. O'zimizda Ulug'bekmi? Yo'q, Ulug'bek vodiydan emas-ku. Qayerdan? Samarqand, zamin. Rumiyni aytmadik, ha? Yo'q, Rumiy, yo'q, Rumiy. Rumiy bizdan emas, ha? Aylasi. Topolmaysizmi aka? Yo'q. Rahmat aka, shunaqangiz. Charchamanglar. Bir minutga vaqtingiz olsak bo'ladimi? Bir savol javobimiz bor. To'g'ri javob topsangiz 100 minglik bo'lasiz. Ajratsak bo'ladimi? Tayyormisiz? Bu alomamiz kim aka? Alisher Navoiy. Alisher Navoiy. Sizda 3 ta imkoniyatingiz bor. 3 tadan bitta imkoniyatingizni? Yo'q, lekin yaqin keldingiz. Alisher Navoiy. Ya, Alisher Navoiy emas. Kim? Mirzo Ulug'bek emas. Sizga yordam beraman. Farg'onadan. Mana tanimadim lekin buni. Tanimaysiz. Aka, rahmat vaqtingiz uchun. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 1 minut vaqtingizni ajrata olasizmi? YouTube uchun kontent olyotgandik. Hozir biz sizga savol beramiz. Agarda savolimizga to'g'ri javob bersangiz, va ketib qolmang, to'xtang. Agar savolimizga javob bersangiz 100 ming so'mlik bo'lasiz. Bo'ladimi? Tayyormisiz? Mayli. Ayting. Bu alomamiz kim? Bu bobomiz Amir Temur bobo. Yo'q, Alisher Navoiy. Yo'q. Sizda 3 ta imkoniyat bor edi. Ikkitasi ketdi, bittasi qoldi. Abirayxon beraman. Yo'q, Beruniy emas. Afsuski, javob bera olmadingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingiz olsak bo'ladimi? Bizda hozir YouTube'ga kontent olyapmiz. Savol javob qilamiz. Agarda savolimizga javob bera olsangiz, 100 ming so'm yutib olasiz. Tayyormisiz? Tayyormisiz? Rasmda aloma kim? Amir Temurmismi? Amir Temur. Shoshilib javob bermangiz. Ikkita shansiz bor. Yo'q, to'xtang. Ana, aka siz bilan biz gaplashuvdik-ku. Al-Beruniy. Yo'q. Yaqinlashyapsiz. Ismidan sal yaqinlashyapsiz. Alisher Navoiy emasmi? Aya, Farg'oniy emas. Farg'oniy, lekin sizlarni javoblaringizni qabul qilmaymiz, chunki shpargalka berib ketdi. Menga bermadi-ku. Siz bunday aylantirib Beruniymi deb kelmaydi. Farg'oniy desa. Yo'q, unaqasi ketmaydi. To'xtang, bo'pti, aylanib kelasiz, biz sizni tanimagandek qaytadan olamiz. Bo'ladimi? Buni beramiz. Bo'ldi, davay. Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingiz olsak bo'ladimi? YouTube uchun video kontent olyotgandik. Biz sizga hozir savol beramiz. Agar savolimizga javob bera olsangiz, 100 ming so'mlik bo'lasiz. Tayyormisiz? Unda qani savolni boshladik. Bu alomamiz kim? Keling, sizga yana bitta narsani aytib o'taman. Yo'q, qarang. Al-Habibi bin Sino. Yo'q. Yaqinlashyapsiz. Yo'q, anaqa Al-Xorazmiymi? Endi qarang, bitta narsani tez bo'lib oling. 3 ta imkoniyatingiz bor, siz ikkitasini yo'q qildingiz, bitta imkoniyatingiz qoldi. O'ylabroq javob bering. Sizga yana bitta shpargalka beramiz. Vodiydan. Farg'ona tomonlardan. Ha, bo'ldi, tushunyapman. Namyogingizni tushunyapman. Voy, kimni? Tushungan odam lekin bittada aytardi. Qani? Nimani aytishga? Alisher Navoiymi? Yo'q.
Navoiymi? Yo'q, Farg'ona tomonlardan. Kim Shunaqa biladi? anaqasi bor, Farg'ona tomonlardan degan nimasi? Ha, shunaqa Yo'q, g'azal. she'r emas, bu. Al-Farg'oniymi? Nihoyat biz o'sha odamni topdik. Al-Farg'oniy. Rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Rahmat. Bo'ldi. Ishlaringga omad. Katta rahmat sizlarga. Juda ham yaxshi nima o'ylabsizlar. Masalan, Yoqdimi? Yoqdi. Masalan, endi esimda qoldi shu narsa mana bor. Bironmas ekanmi? Voy, rostdan zo'r. Rostdan yutib oldingizmi? O'ynanglar mana. Kitob o'qinglar. Rahmat. Bugundan boshlab hamma kitob o'qisin. Hamma kitob o'qisin. Tushunarlimi? Bo'ldi, rahmat sizga ham ishtirokingiz uchun. Rahmat kattakon. Deb boshlaymiz, svet kelsin. Va nihoyat shuncha odamni ichidan bunda ham tan olaylik, namyoklarimiz bilan topdilar. Chunki qiynalib ketyapmiz. Qiynalyapmiz, ancha qiynalyapmiz. Oson bo'ladi deb o'yladim. No, 1 soatdan beri yuribmiz. Birinchi g'olibimiz Shpargar orqali bo'ldi-da. Mayli, lekin bo'ldi shu g'olibimiz. Bo'lmaganda ham bo'lardi. Demak, aziz yoshlar, O'zbekiston aqli, iltimos sizlardan ko'proq kitob o'qinglar. Bu allomamiz kim? Voy, maktabda o'qimaganim. Kim? Hey, unaqa qilish yo'q. Paskaska yo'qmi? Paskaska bosh harfi. Sizga o'zimiz tomonidan 3 ta yordamimiz bor. Qanaqa yordam? 3 marta siz o'ylab aytishingiz mumkin. 3 ta imkoniyatingiz bor. O'ylab aytishingiz mumkin. Farg'ona institutida Farhodmini nima edi? Farhod. Yo'q, atrofdan so'ramaymiz. Yo, Farhod yo, bir nima aytdi hozir. Nima? Ya paskaska yo'qmi? Biz paskaska. Mana, mayli. Paskaska. Samarqanddan emas, Vodiy tomondan. Vodiy tomondan Farg'ona. Xo'p, Farg'ona. Farg'ona. Ismi? Ismi nima? Farhodiymi nima? Farg'ona u qanaqa Farg'oniy bo'lib turadi? Adashasiz. Tak. Face'dan foydalanganlar uchun paskaska bermaysizlarmi birozgina? Bitta shans ketdi, yana ikkita qoldi. Ikkita qoldimi? Ha. Farg'ona. Ashu Navoiy deng, mayli. Yo'q. Farg'ona. Nima deyish mumkin? Farhodiy deyishingiz mumkin. Tak. Aytmaysizlarmi sizlar paskaska bermaysizlarmi bizga? Paskaska yana bundan ortiq qanday bo'lish Ya, kerak? yana bitta paskaska. Mayli. Matematik astronom bo'lgan. Yo. Ustoz, shu o'qimagan ekanimda endi afsus chekyapman. Tushunib yetdim oxiri. Yo'q, topolmadim, lekin o'ta kreativniy yo'nalishda boryapti akalar. Omad akalar, kuzatishda davom etingizlar akalarni. Bitta savol beraman. To'g'ri javob topsangiz 100 ming pul bo'lasiz. Rasmdagi allomamiz kim? Harakat ham yo'qmi? Maktabda o'qiganmi? O'qiganmiz. Lekin bunga qiziqmaganmiz. Nahot taniqli emasmi shunchalik? Nahot qiziqmaslik Ironing mumkin. emasmi ishqim? Yo'q. Adash. Yaqinroqmi? Yaqinroq. Navoiy. Amir Temur. Yo'q. Men yana bitta podskaska beraman. Bu allomamiz buyuk astronom va matematik bo'lgan. Yana bitta podskaska Samarqanddan emas, Vodiy tomondan. Rahmat aka, to'g'ri javob berganingizda 100 minglik bo'lasiz. Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingizni ajrata olasizmi? To'xtang, ketib qolmang. Video kontent uchun ajrata olasizmi? Men televizorga chiqmayman. Televizorga chiqmaysiz? 30 sekund vaqt. Pul yutib olasiz. Yokida attraksionga tekin bilet yutib olasiz. 30 sekund qoldi. Shoshmang, siz toping. Xullas, ketdi, boshladik, savol-javobni boshladik. Rasmda kimni ko'ryapsiz? Yo'q. Sizda yana ikkita urinishingiz bor. Qo'yinglar meni. Ayting, ikkita ayting bo'ldi. Topasiz degan umiddaman. Amir Temur? Yo'q, mayli, sizga yana bitta yordam beramiz. Buyuk matematik, astronom bo'lgan. Yana bitta qo'shimcha yordam Samarqanddan emas, Vodiy tomondan. Kim edi? Xorazmiy emaslik. Xorazmiy emas, bilaman. Kim edi? Vodiyda viloyatlarni aytib bering. O'zi Vodiyga qaysi viloyatlar kiradi? Alisher Navoiy. Yo'q. Yo'q. Andijon,
Andijon, Farg'ona, Namangan, ikkita viloyat bo'lsa, shu qaysi biri? Andijonmi? Ha? Yo'q. Chetdan yordam bo'lmasin. Farg'ona. Hop, Farg'ona. Ismini ayting. Ismi nima? Ismini ayting bo'ldi. 100 ming. Navoiy. Ya al bir nima ana matematik bilyapman, hech buyog'ini bilmayapman. Al Mayli, boshqa harfni aytaman. F. al Shunda ham yordam bera olmaysiz. Al-Xorazmiyimiz ham bormidi? Yo'q. Farg'onimi? Yo'q, u boshqa edi-ku. Mayli, to'g'ri javobni aytaylikmi sizga? Al-Farg'oniy. Rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Endi menga ketmang. Siz 30 sekund bo'lsa ham vaqtingizni ajratganingiz uchun bir qanday. Rahmat sizga kattakon. endi men internetga chiqib ketmayman. Yo'q, nimaga internetga chiqib ketasiz? Internetsiz yoningizga kelsin, opajon. Nahot xalqimiz uxlayaptimi, yo'qmi men bilmayman. Uyg'oninglar. Bu nimasi? Nahotki bizni buyuk siymomizni tanishmasa odamlar. Axir Yevropada Alfraganus, sharqda bo'lsa, Al-Farg'oniy. nomini qozongan buyuk allomamiz. Dunyoga matematika, geografiya va shuningdek Astronomiya. fanlarini olib kelgan odam. Turing, uyg'otamiz hammani. Assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liklar yaxshimi? Nechinchi sinfsizlar? Endi 7-sinf. 7-sinf bo'ldingiz, ha? 6-sinf. Молодец. Sizlarga 100 ming so'm pul beraman. Faqat bitta rasm ko'rsataman. Buyuk allomamiz. Shu rasmdagi odamni ismini aytsalar, men sizlarga 100 ming so'm pul beraman. Kim bu kishi? Imom Buxoriy. Imom. Amir Temur. Shoshmanglar. Yana bitta imkoniyatlaring qoldi. Yordam beraman. Al-Xorazmiy. Bo'lmayapti. Yana bitta shans beraman, uka. Siz nahoyat Kameralar. o'tmaganmi rahbarlaring? 7-sinfda o'tami o'zi bu? Nechinchi sinfda boshlanadi? Al bizlarga o'tgan. Matematikani o'tmaganmi? O'tgan. Al bizlarga. Nima qilamiz, bolalar? Boshqalardan ham so'rab ko'rarmiz. Aka aytimgan. Kim? Kimdan so'raymiz? Yaxshimisiz? Kimga o'xshaydi-ku? Assalomu, charchaysizmi? 100 ming so'm pul yutib olasiz. Yo'kida attraksionga tekin bilet. Mana shu buyuk allomamiz kim? Sizlar o'rganganmancha Abu Nasr Farobiyga o'xshaydi menimcha. Haykal ko'rganman, Farobiy. Yo'q. Yo'q, adashyapsiz. Farobiy. Ahmad al-Farg'oniymi? Nahotki? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Balki tekshirib ko'ramiz. Farg'oniymi? Yo'q, adashdingiz. Bu to'xtang, mayli bitta savol. Ahmad al-Farg'oniy kim bo'lgan o'zi? Matematikani o'rgangan. Keyinchi o'rganganmi, o'rgatganmi yoki olib kelganmi? Olib kirgan va 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni kirgizgan, hamda raqamlariga asoslanib raqamlar o'ylab topgan. Nechanchi sinfsiz? 8 ga o'tyapman shu. Молодец. Gap yo'q. Mana bu bilet siz uchun. Xohlagan attraksioningizga uchsangiz bo'ladi. Rahmat ishtirok uchun. Shunaqa yaxshi o'qinglar, xo'p?